Hammaga assalomu alaykum. BYD Tank L mashinasini olib qo'yganmiz. Bunga qilib bergan ishlarimiz полный salon karbonoviy nakladkalar qilib berganmiz. Eshik kartalari qo'yilgan, stiklopodъемniklar qo'yilgan, paroklar qo'yilgan, ikkitani rullar qo'yilgan, oldi rad konsol qo'yilgan. Orqalari ham полный qo'yilgan, холодильниклari, bagajlari qo'yilgan. Bundan tashqari yana bagaj polik, salon poliklar, все sezonni qo'yib berganmiz. 2 qavatli gilamlari olinadigan universalniy aromatizator qilib berganmiz. Organizerlar 4 teshiga qo'yilgan, rezinalar tagiga qo'yilgan, podstakannik qo'yilgan. Barini ichi холодильникka qo'yib berganmiz. Pultiga chexol qilib berganmiz. Matoviy защитный stiklolar qo'yib berganmiz. Tabloga, monitorga, undan tashqari приложенияларni yozib berganmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqib kelsanglar, chiroyli qilib beramiz.